Bunaqa narxga Avstraliyaga hali beri talaba yubormaganman. Videoda oxirigacha ko'ring, birma-bir tushuntirib beraman. Dunyo reytingida top 100 taga kiruvchi The University of Technology Sydney, ya'ni uni kolleji Avstraliyaga ketmoqchi bo'lgan talabalarga, ya'ni o'zbek fuqarolarga juda katta chegirmalar ajratgan. Kollejga ketaman desanglar, foundation yoki diploma kurs o'qiyman desanglar, $10,000 Avstraliya dollarida fiksed chegirma. Bakalavr, magistratura dasturlariga esa 40%. Endi ko'pgina talabalar bilamiz, srazi to'g'ridan-to'g'ri bakalavrga qabul qilinolmaydi. Odatda foundation yoki diploma kurs o'qish kerak bo'ladi. Ularga $10,000 chegirma ajratgan. Tasavvur qiling, mana 2026-yil foundation narxi, ya'ni sentyabrda boshlanuvchi foundation narxi 33,000 Avstraliya dollari. Sizga $10,000 chegirma berildi, 23,000 Avstraliya dollariga aylanadi. Uni Amerika dollariga o'zgartiradigan bo'lsangiz, atrofi 16,000 Amerika dollarini tashkil qiladi. Endi agar siz men foundation o'qimayman-da, diplom o'qimoqchiman desangiz, 39,000 turadi. 10,000 chegirmasi bilan 29,000 Avstraliya dollarini tashkil qiladi. U degani Amerika dollarida 20,000 degani. Top 100 talik o'qish uchun u zo'r narx degani. Endi siz bakalavrga progress qildingiz. Bakalavr narxlari o'zi 50,000, 40% chegirmangiz bor. Unda 30,000 Avstraliya dollariga aylanadi va Amerika dollari o'tkazadigan bo'lsangiz, hozirgi kun kurs bilan 21,5 Amerika dollariga to'g'ri keladi. Bunaqa narxga hali beri Avstraliyaga bironta talabam ketgani yo'q. Shuning uchun hozirda imkoniyatlardan foydalanib qolinglar va hozirda maktabni tamomlayotgan yoki maktabni tamomlagan va Avstraliyada o'qimoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.